Assalomu alaykum. 15-chi mavzu elastik element prujina va og'irlik sistemasi orqali umumiy yechimlarni tahlil qilish. Bu mavzu rejasi bilan tanishtirib o'taman. Birinchi reja prujina og'irlik sistemasi, fizik modeli va asosiy qonunlar. Ikkinchi reja sunmas tebranish tenglamasi va uning yechimi. Uchinchi reja sunuvchi tebranish tenglamasi va uning yechimi turlari. To'rtinchi reja past kritik kuchli mana bu dampit, ya'ni sunish turlari. Past sunish, kritik sunish va kuchli sunish turlarini aytib o'tganmiz. Misollar va nazorat savollari. Birinchi reja asosida prujina og'irlik sistemasi fizik modeli. Fizik mazmunini qarab o'tamiz bu yerda. Massasi m bo'lgan jism gorizontal yoki vertikal prujinaga ulangan bo'lsin. Prujina deformatsiyaga uchraganda Okke qonuniga bo'ysunadi, ya'ni bu Okke qonuniga ko'ra prujinani elastik kuchi mana bu. Bu yerda o'zimizga ma'lumki, K prujina qattiqligi, X muvozanatda S kishi. Agar tizimda ishqalanish bo'lmasa, sunmas tebranish deb qaraymiz. Agar ishqalanish bo'lsa, sunuvchi tebranish qaraymiz. Sunmas tebranish ishqalanish kuchi, ya'ni 0 Newtonning ikkinchi qonuniga ko'ra mana bu holatda bo'ladi. Bu Gauss tebranish tenglamasi bo'lib, ya'ni buni ko'rishga olishimiz mumkin. Bu yerda o'z zamonga mana bu ko'rinib turadi. Davrini olmoqda mana buni yuqoridagi. Umumiy yechim sifatida mana buni olishimiz mumkin. Yoki fazali ko'rinishini mana bu shaklda olishimiz mumkin. Fazali ko'rinish. Xususiyatlari amplituda o'zgarmaydi. O'zgarmaydigan bo'lsa, davri mana bunga teng chiqadi. Keyingi rejamiz sunuvchi tebranish. Sunuvchi tebranishda ya'ni ishqalanish kuchi mavjud va ishqalanish kuchini qiymati mana bu orqali hisoblanadi. Buni differensial tenglamasini, ya'ni matematik modelni quradigan mana bu ko'rinishdagi tenglama hosil bo'ladi. Yoki mana bu ko'rinishda olishimiz mumkin. Bu yerda bitta nima? Bu sunish koeffitsiyenti bo'lib, ya'ni mana bundan sertasi. Xarakteristik tenglama orqali berilgan differensial tenglama yechiladi. Bu yerda R kvadrat plus 2 bitta R plus W kvadrat teng 0. Yechimlarni, ya'ni bu yerda sunish koeffitsiyenti bitta va W o'rtasiga qarab farqlanadi. Sunishning turlari, biz sunishning turlarini aytib o'tganmiz. Past sunish, kritik sunish va kuchli sunishlarni aytib o'tganmiz. Mana shularni qisqacha aytib o'tamiz. Agarda bittani qiymati mana bu holatda bo'lsa, bu past sunish. Uni matematik modeli mana bu ko'rinishda. Sunuvchi tebranish chastotasi esa mana bunga tenglik kelib chiqadi. Bu yerda tebranish mavjud, lekin amplituda vaqt o'tishi bilan eksponensial kamayib boradi. Ikkinchi sunishimiz, ya'ni kritik sunish deyapmiz. Kritik sunishda bittadan qiymat tenglik. Ya'ni tebranish yo'q. Tizim eng qisqa vaqtda muvozanatga keladi. Buni matematik modeli mana bu. Kuchli sunishda esa bittaning qiymati bu shaklda katta. Buni o'zida matematik modeli, ya'ni bundan qaraydi. Mana bundan matematik modeli kelib chiqadi. Bu holatda tebranish bo'lmaydi, sekin muvozanatga keladi. Yuqoridagi aytib o'tilganlarga misollar qarab o'tamiz. Birinchi misol massasi 1 kilogramm. Xo'p, mana bu shartlarimiz asosida K va S berilgan. Bu yerda boshlang'ich shart asosida qaraymiz. Boshlang'ich shartda, ya'ni mana bu koordinatasi, buni tezligi, nolga teng bo'lgan holatimiz. Buni yechimi, ya'ni bu yerga qiymatlarni o'rniga qo'yamiz. Natijada bitta va W orasidagi munosabatni topib olamiz bu yerdan. Bu yerda o'zimizdan ma'lumki, mana bu
Taqriban to'g'ri. Demak, umumiy yechimni yuqoridagi formulaga borib qo'yadigan bo'lsak, mana bu ko'rinishda oladi. Bitta bularni qo'yganimizdan keyin ikkinchi misol, ya'ni kritik sunishga qaraymiz. Judayam bunday ham holat yuqoridagi shartlar asosida qiymatlarni qo'yib topib olamiz. Natijada mana xarakteristik qiymatlar topiladi, xarakteristik qiymatlari topiladi. Natijada mana bu konstantlarni qiymatlar yuqoridagi formulaga qo'yadigan bo'lsak, mana bu ko'rinishdagi umumiy kelib chiqadi. Yuqoridagi misolga fizik jihatdan izoh berib o'tamiz. Bu massa tebranmaydi. Juda tez sekinlashib muvozanatga keladi. Uchinchi misolimizda esa kuchli so'nish. Kuchli so'nishda mana bu qiymatlarimiz o'zi berilgan. Mana bu yerda o'zida mavjud, mana bu qiymat, mana bu katta. Bu holatda berilgan mana bu vertikal qiynama, bu differensial qiynamaning xarakteristik qiynamalarni olamiz, qiymatlarni topib, berilgan sistemada konstantasi 1 va qiymatlarni topib olamiz. Natijada berilgan tenglamani o'rniga qo'yib, umumiy yechimni, ya'ni berilgan matematik modelimizda umumiy ko'rinishdagi yechimni topa olamiz. Yakuniy savollarimiz, hurmatli talabalar, mana bu savollarga o'zlaringiz saytga joylashtirilgan ma'ruza va amaliy mashg'ulotlardan javoblarni topasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.